Assalomu alaykum qadrli kanalim obunachilari va ushbu videoni tomosha qilayotgan aziz do'stlar. Bugun siz bilan juda muhim, har biringizga bevosita taalluqli bo'lgan bir masalani ko'rib chiqamiz. Bu sizning kelajagingiz, farovonligingiz va nafaqangizga bevosita bog'liq bo'lgan yangilik. 2026 yildan boshlab joriy etilishi kutilayotgan pensiya tizimidagi tub o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu shunchaki bir xabar emas, bu sizni oldindan ogohlantirish, tayyorlash va himoya qilish uchun berilayotgan ma'lumot. Hatto hozir pensiya yoshida bo'lmasangiz ham bu o'zgarishlar sizning kelajakdagi nafaqangizga qanday ta'sir qilishini tushunishingiz kerak. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering. Agar kanalimga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu muhim ma'lumot ko'proq insonlarga yetib borishga yordam beradi. Muammoning mohiyati va nimalar o'zgaradi qadrli do'stlar. Bugungi kunda pensiya tizimi ma'lum bir qoidalar asosida ishlaydi. Pensiya yoshi zarur ish staji va ish haqi miqdori pensiya hisoblashning asosiy mezonlari hisoblanadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, pensiya miqdori oxirgi 10 yillikdagi eng yaxshi 5 yilning o'rtacha ish haqi ko'rsatkichi yoki butun mehnat faoliyatingiz davomidagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi. Bu tizim ko'pchilik uchun tushunarli va nisbatan barqaror edi. Lekin jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, pensiya tizimlari doimiy ravishda takomillashib, yangilanib borishi kerak. Demografik vaziyatning o'zgarishi, aholining umr ko'rish davomiyligining o'sishi, iqtisodiyotdagi yangi tendensiyalar eski tizimlarni samarasiz qilib qo'yishi mumkin. Aynan mana shu sabablarga ko'ra 2026 yildan boshlab bizning pensiya tizimimizda ham bir qator jiddiy o'zgarishlar kutilyapti. Asosiy o'zgarish shundaki, eski staj va ish haqi modelidan ballar tizimiga o'tish ko'zda tutilgan. Bu nimani anglatadi? Endi sizning pensiyangiz faqatgina ish staji yillari yoki ish haqi miqdori bilan emas, balki mehnat faoliyatingiz davomida yig'ilgan pensiya ballari asosida hisoblanadi. Har bir yil uchun sizning rasmiy ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy ajratmalar miqdoriga qarab ma'lum bir ball beriladi. Qancha ko'p ajratmalar to'lasangiz, shuncha ko'p ball to'playsiz. Bu tizim bir qarashda murakkab tuyulishi mumkin, lekin uning maqsadi pensiya to'lovlarini yanada adolatli va shaffof qilishdir. Sizning pensiyangiz bevosita mehnat faoliyatingiz davomidagi haqiqiy hissalaringizga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga minimal ish staji talabi ham oshirilishi rejalashtirilmoqda. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, to'liq pensiya olish uchun talab qilinadigan mehnat staji ayollar uchun 25 yildan 30 yilga, erkaklar uchun esa 30 yildan 35 yilga oshirilishi muhokama qilinmoqda. Bu hali yakuniy qaror emas, lekin jiddiy ehtimoliy o'zgarishdir. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarga xavotirga o'rin yo'q keling. Bu o'zgarishlarni batafsilroq ko'rib chiqaylik. Yangi tizim har biringizga yoshingiz va hozirgi ish joyingizdan qat'iy nazar qanday ta'sir qilishini tushunish juda muhim. Kimlar tashvishlanishi kerak? Minimal ish stajiga ega bo'lganlar yoki stajda uzilishlarga yo'l qo'yganlar. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz va hozirgi qoidalar bo'yicha yetarli stajga ega bo'lsangiz, yangi qoidalar joriy etilganda stajingiz yetmay qolish xavfi mavjud bo'lsa, siz alohida e'tibor berishingiz kerak. Misol uchun, hozirda 25 yillik staj bilan ayollar to'liq pensiya olishi mumkin. Yangi tizimda bu muddat 30 yilga oshirilsa va sizda hozir 27 yil staj bo'lsa, sizga yana 3 yil ishlash talab qilinishi mumkin. Aks holda siz to'liq emas, balki qisman pensiyaga chiqishga majbur bo'lishingiz yoki pensiya olishni bir necha yilga kechiktirishingiz kerak bo'ladi. Bu holda sizning pensiya miqdoringiz kutilgandan ancha kamayishi mumkin. Shuning uchun stajingizni to'liq tekshirib, yetmayotgan yillarni qanday qoplash mumkinligini hozirdan o'ylab ko'rishingiz lozim. Ba'zi hollarda maxsus to'lovlar orqali stajni sotib olish imkoniyatlari ham bo'lishi mumkin. Ammo bu boradagi qoidalar ham o'zgarishi mumkinligini yodda tuting. 2. Konvertda maosh olganlar yoki norasmiy ishlaganlar. Agar siz rasmiy daromadingizning faqat bir qismi olgan bo'lsangiz yoki umuman norasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga to'langan ajratmalar miqdori kam bo'ladi. Bu esa sizning ballaringiz kam bo'lishiga olib keladi. Aytaylik, siz 30 yil davomida ish stajiga ega bo'ldingiz, lekin shundan 10 yilni rasmiy daromadingiz minimal ko'rsatilgan holda ishladingiz. Eski tizimda agar keyingi 5 yilingizda maoshingiz yuqori bo'lsa,
siz yaxshi pensiya olishingiz mumkin edi. Yangi ballar tizimida esa o'sha 10 yillik past to'lovlar sizning umumiy ballaringizni sezilarli darajada kamaytiradi va natijada pensiyangiz miqdori kutilganidan ancha past bo'lib qolishi mumkin. Bu ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan, ammo uzoq muddat norasmiy ishlagan shaxslar uchun katta muammo tug'diradi. Ularning pensiya miqdori hatto minimal darajadan ham past bo'lishi mumkin. Pensiya yoshiga 5-10 yil qolgan fuqarolar. Ushbu toifadagi fuqarolar uchun o'zgarishlar ayniqsa sezilarli bo'lishi mumkin. Sizda hozircha pensiya yoshiga yetish uchun vaqt bor. Shuning uchun siz o'z strategiyangizni o'zgartirish imkoniyatiga egasiz. Misol uchun 7 yoshli erkak kishi 25 yillik rasmiy stajga ega. Eski qoidalar bo'yicha unga yana 5 yil ishlash kifoya edi. Yangi qoidalar 35 yillik stajni talab qilsa, unga yana 10 yil ishlashga to'g'ri keladi. Ya'ni pensiya yoshini kechiktirishga majbur bo'ladi. Yoki uning maoshi nisbatan past bo'lsa va u kam ball to'plagan bo'lsa, qolgan yillarda imkon qadar yuqori maosh bilan ishlashga harakat qilishi kerak bo'ladi. Chunki har bir qo'shimcha ball muhim ahamiyat kasb etadi. Bu davrni shunchaki o'tkazib yubormasdan maksimal darajada foydalanishga intilish lozim. Ish joyini o'zgartirish, kasbiy malakani oshirish orqali yuqori maoshli ishga o'tish kabi choralar bu toifadagi fuqarolar uchun ayni muddao bo'ladi. Kimlarga xavotirga o'rin yo'q? 1. Hozirgi qoidalar bo'yicha pensiya oluvchilar. Agar siz allaqachon pensiyada bo'lsangiz, yangi qoidalar sizning amaldagi pensiyangiz miqdorini kamaytirmaydi. Aksincha, pensiyalarni har yili indeksatsiya qilish, inflyatsiyaga qarab oshirish tartiblari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa sizning pensiyangizning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Yangi tizim asosan kelajakda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga qaratilgan. Hozirgi pensiyadagi fuqarolarning huquqlari to'liq himoyalanadi va pensiya miqdorlari qonunchilikda belgilangan tartibda oshirib boriladi. Uzun muddatli va yuqori daromadli rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz ko'p yillar davomida rasmiy ravishda yuqori maosh olib, pensiya jamg'armasiga muntazam va yuqori miqdorda ajratmalar to'lab kelgan bo'lsangiz, yangi tizim sizning foydangizga ishlashi mumkin. Siz allaqachon yetarli miqdordagi ballarni to'plagan bo'lasiz va pensiya miqdoringiz eski tizimdagi kabi yoki undan ham yuqoriroq bo'lishi ehtimoli bor. Misol uchun, 5 yoshli ayol 25 yildan buyon yuqori maosh bilan rasmiy ravishda ishlaydi. Uning pensiya jamg'armasiga to'lagan ajratmalari yuqori bo'lgani sababli u allaqachon sezilarli miqdordagi ballarni to'plagan bo'ladi. Yangi qoida bo'yicha u yana 5 yil ishlash kerak bo'lsa-da, bu qo'shimcha yillar uning ballarini yanada oshirib, yakuniy pensiya miqdorini maksimal darajaga yetkazishga yordam beradi. Bunday fuqarolar uchun yangi tizim shaffoflikni oshirib, ularning mehnatiga qarab adolatli pensiya olishini ta'minlaydi. Ular uchun xavotirga o'rin yo'q, aksincha kelajakdagi pensiya miqdori haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lishlari mumkin. Quyidagi misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol, Ahmad aka 28 yosh. U 27 yillik rasmiy ish stajiga ega bo'lib, hayotining aksariyat qismida o'rtacha maosh bilan ishlagan. So'nggi 5 yilda uning ish haqi nisbatan yuqori bo'lgan, ammo pensiya jamg'armasiga to'lovlar muntazam ravishda, ammo sezilarli darajada yuqori bo'lmagan. Eski tizimda u 60 yoshida 29 yillik staj bilan pensiyaga chiqqanda o'rtacha pensiya olishi kutilardi. Yangi qoida joriy etilsa, erkaklar uchun minimal staj 35 yilga oshirilishi kutilmoqda. Bu degani, Ahmad akaga to'liq pensiya olish uchun yana 8 yil ishlash kerak bo'ladi. 35 yildan 27 yilni ayirsak, 8 yil. Bu esa uning pensiya yoshini sezilarli darajada kechiktiradi va unga 66 yoshda pensiya chiqishga to'g'ri keladi. Agar u bu vaqt davomida rasmiy ishlasa, agar u 60 yoshida pensiyaga chiqishni istasa, uning staji 29 yil bo'lib qoladi va u to'liq pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. U qisman pensiyaga chiqishga majbur bo'ladi. Bu esa uning daromadini sezilarli darajada kamaytiradi. Aytaylik, uning pensiyasi miqdori to'liq pensiyaning 78% atrofida bo'lib qolishi mumkin. Agar Ahmad aka so'nggi 30 yilda norasmiy ishlagan bo'lsa, uning rasmiy staji 24 yilga tushib ketadi. Bu esa vaziyatni yanada murakkablashtiradi va unga yana ko'proq ishlashni talab qiladi. Har bir yo'qotilgan rasmiy ish yili yoki norasmiy daromad uning kelajakdagi pensiya miqdoriga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki u kamroq ball to'playdi. Uning uchun bu katta moliyaviy yo'qotish va shaxsiy rejalarni buzishdir. Misol, Dilnoza opaning yoshi 45 da u 20 yillik rasmiy stajga ega. Uning ish haqi doim yuqori bo'lib kelgan,
va u muntazam ravishda pensiyachi jamg'armasiga katta miqdorda to'lovlar qilgan. To'lovlar davlat tomonidan belgilangan maksimal darajada bo'lgan. Eski tizimda u 25 yillik staj bilan pensiyaga chiqa olar edi. Yangi qoidalar bo'yicha ayollar uchun minimal staj 30 yilga oshirilsa, unga yana 10 yil ishlashga to'g'ri keladi. Biroq uning yuqori maoshidan to'langan to'lovlar evaziga u allaqachon ko'p ballar to'plagan. Hatto yangi tizim joriy etilgan taqdirda ham uning ballari miqdori yuqoriligi sababli u pensiya yoshiga yetganida maksimal darajadagi pensiyani olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qolgan 10 yilda ham yuqori maosh bilan ishlashda davom etsa, uning ballari yanada oshadi va u maksimal darajadagi pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uning uchun bu o'zgarish katta muammo tug'dirmaydi, balki ko'proq ishlash orqali pensiya miqdorini oshirishga imkoniyat beradi. Uning vaziyatida har bir qo'shimcha yil nafaqat stajni oshiradi, balki ballar hisobini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Chunki u har yili juda ko'p ball to'playdi. Bu uning kelajakdagi farovonligini ta'minlash uchun ajoyib imkoniyatdir. Uning pensiyasi har oyda boshqa fuqarolarnikidan sezilarli darajada yuqori bo'lishi mumkin. Chunki u butun mehnat faoliyati davomida pensiya jamg'armasiga faol hissa qo'shgan. Uch misol talaba Ali 20 yoshda. U endigina ish faoliyatini boshlash arafasida. Uning uchun bu o'zgarishlar kelajakdagi hayotini rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning oldida 75 yillik ish faoliyati turibdi. Agar u hozirdanoq rasmiy ravishda ishga joylashsa va o'z ish haqidan muntazam ravishda yuqori miqdorda ajratmalar to'lab borsa, kelajakda yuqori pensiya olishiga zamin yaratadi. Har bir rasmiy ish yili, har bir to'langan so'm pensiya ballari ko'rinishida uning hisobiga o'tkaziladi. Agar u faqat norasmiy ishlashni tanlasa, u pensiya ballarini umuman to'play olmaydi yoki juda kam ball to'playdi. Bu esa uzoq muddatda uning pensiyasiz qolishiga yoki juda oz miqdorda pensiya olishiga sabab bo'ladi. Aytaylik, u girtim yil norasmiy ishlagan bo'lsa, uning rasmiy staji va ballari nolga teng bo'ladi. Bu esa uni pensiyasiz qoldiradi. Shuning uchun yoshlar uchun eng muhim maslahat har doim rasmiy ish joyida ishlashga intiling va ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga to'lanadigan ajratmalarning to'g'ri aks ettirilishini nazorat qiling. Hatto kichik yoshdagi bolalar uchun ham ota-onalar farzandlarining kelajakdagi pensiya ta'minotiga g'amxo'rlik qilishlari, masalan, yoshligidan rasmiy bandlikka o'rgatishlari yoki kelajakda ishlashiga sharoit yaratishlari muhim. Ularning o'z farzandlariga kelajakda rasmiy bandlik va pensiya ta'minotining ahamiyatini tushuntirishlari juda muhim. Istisnolar, kamchiliklar va noaniq jihatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi, yangi pensiya tizimida ham istisnolar va o'ziga xos jihatlar mavjud bo'lishi tabiiy. Bu holatlar ko'plab savollarni keltirib chiqarishi mumkin. 1. Ba'zi toifalar uchun imtiyozli shartlar saqlanib qolishi mumkin. Misol uchun, nogironligi bo'lgan shaxslar, harbiy xizmatchilar, xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar uchun pensiya yoshi yoki staj talablari o'zgarmasdan qolishi yoki maxsus qoidalar joriy etilishi mumkin bunday hollarda. Ularning pensiya ballari maxsus koeffitsiyentlar bilan ko'paytirilishi ham ehtimol. Aytaylik, mudofaa tizimida xizmat qilgan shaxs uchun har bir yil staj 1,5 yoki 2 yil deb hisoblanishi davom etishi mumkin. Bu ularning xizmatining o'ziga xos og'irligi va jamiyat uchun ahamiyatini hisobga olgan holda qilinadi. Shuningdek, guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun staj talabi yanada yumshoqroq bo'lishi mumkin. Chunki ularning mehnat qilish imkoniyatlari cheklangan. Ularga minimal staj talabi qo'yilmasligi yoki juda kam staj bilan to'liq pensiya olish huquqi berilishi mumkin. Bu ijtimoiy adolat tamoyillari doirasida ko'rib chiqiladi. 2. Bolalar parvarishi davri stajga qo'shilishi masalasi. Hozirda ayollar uchun bolalarni parvarishlash davri umumiy hisobda 3 yilgacha stajga qo'shiladi va bu davr uchun o'rtacha ish haqi hisoblanadi. Yangi ballar tizimida bu davr uchun qanday ballar hisoblanishi yoki hisoblanmasligi aniq emas. Ehtimol bu davr uchun davlat tomonidan ma'lum miqdorda ballar berilishi mumkin. Chunki bu ijtimoiy himoya chorasi hisoblanadi va ayollarning onalik vazifasini bajarishini qo'llab-quvvatlaydi. Agar bu davr uchun ballar berilmasa, bu ko'plab ayollar pensiyasiga bevosita salbiy ta'sir qilishi, ularning ballari kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli hukumat bu masalani adolatli hal qilishi va ushbu davr uchun ma'lum bir minimal ballar belgilashi kutilmoqda. Bu ayniqsa ko'p bolali ayollar uchun muhimdir. Chunki ular uchun umumiy staj kamayishi xavfi mavjud. O'ti, chet elda ishlaganlar uchun ballar hisoblash
Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz va rasmiy ravishda daromad solig'i to'lagan bo'lsangiz, bu davr uchun bolalar qanday hisoblanishi noma'lum. Ba'zi mamlakatlar, masalan, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlar bilan O'zbekiston o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha kelishuvlar mavjud. Bunday kelishuvlar doirasida staj o'zaro hisobga olinadi. Biroq bolalar tizimida bu mexanizm qanday ishlashi hozircha noaniq. Ehtimol chet tilda to'langan to'lovlar O'zbekistonning minimal ish haqi darajasiga qarab bolalarga aylantirilishi yoki har yili belgilangan yagona koeffitsient asosida ball berilishi mumkin. Ammo bu masalani aniqlashtirish uchun qo'shimcha qonuniy hujjatlar qabul qilinishi kerak bo'ladi. Shuning uchun chet elda ishlagan fuqarolar bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim va tegishli davlat idoralaridan ma'lumot olishlari kerak. Chet elda ishlayotganlar uchun bu davrni rasmiylashtirish, xorijiy ish beruvchidan tegishli hujjatlarni olish va ularni o'z mamlakatlaridagi pensiya jamg'armalariga taqdim etish juda muhimdir. 4. O'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun. O'zini band qilgan shaxslar uchun pensiya jamg'armasiga to'lanadigan to'lovlar qat'iy belgilangan miqdorda bo'ladi. Bu ularning daromadidan qat'iy nazar bir xil ball to'plashi mumkinligini anglatadi. Agar ularning real daromadi yuqori bo'lsa ham, ular faqat belgilangan minimal to'lov miqdorida ball to'plashlari mumkin. Bu esa ularning kelajakdagi pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki ular past ball to'playdi. Ular uchun agar imkon bo'lsa, rasmiy ravishda ishga joylashish yoki qo'shimcha ixtiyoriy to'lovlar qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilishi kerak. Hozircha bunday mexanizmlar to'liq ishlab chiqilmagan bo'lishi mumkin. Lekin kelajakda bu yo'nalishda o'zgarishlar kutilishi mumkin. Ya'ni o'z-o'zini band qilgan shaxslarga daromadlariga mutanosib ravishda ko'proq to'lov qilish va ko'proq ball olish imkoniyati berilishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Bola nima qilishingiz kerak? Endi eng muhimiga, ya'ni siz nima qilishingiz kerakligiga kelsak. Bu o'zgarishlarga tayyor turish va o'zingizni himoya qilish uchun hozirdanoq aniq qadamlar tashlashingiz lozim. Har biringizning vaziyatingiz har xil bo'lishiga qaramay, umumiy qoidalar hammaga tegishli. 1. Ish stajingizni tekshiring va rasmiylashtiring. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning rasmiy ish stajingizni aniq bilish. Siz buni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mytonk.uz orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib bilib olishingiz mumkin. Portal orqali siz o'zingizning mehnat faoliyatingiz, ish joylaringiz va ishlagan davrlaringiz haqidagi ma'lumotlarni elektron shaklda ko'rishingiz mumkin. Agar stajingizda uzilishlar, xatoliklar yoki norasmiy ishlagan davrlar bo'lsa, ularni hozirdanoq rasmiylashtirishga harakat qiling. Masalan, eski mehnat daftarchalaringizdagi yozuvlar e-mehnat tizimiga to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xatoliklar aniqlansa, darhol ish beruvchingizga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va ularni tuzatishni talab qiling. Norasmiy ishlagan davrlaringiz bo'lsa, agar ilojini topsangiz ish beruvchingiz bilan kelishib, o'sha davrlar uchun pensiya jamg'armasiga to'lovlarni o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqing. Ba'zi hollarda maxsus tartibda o'zingizni band deb rasmiylashtirib, o'sha davrlar uchun ixtiyoriy ravishda to'lovlar qilish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Bu har bir rasmiy yil sizga kelajakda ball olib kelishni unutmang. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga ushbu jarayonlarda yordam berishlari shart. 2. Daromadlaringizning rasmiyligiga e'tibor bering. Endi sizning pensiyangiz bevosita rasmiy ish haqingizdan qilingan ajratmalar miqdoriga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ish beruvchingizdan ish haqingiz to'liq va rasmiy ravishda ko'rsatilishini talab qiling. Konvertda maosh olishdan qoching. Hatto bir necha ming so'm ortiqcha rasmiy daromad ham kelajakdagi pensiya ballaringizni oshirishga xizmat qiladi. O'zingizga qaysi summalar pensiya jamg'armasiga o'tkazilayotgani haqida ma'lumot olish huquqiga egasiz. Buni har oyda buxgalteriyadan yoki pensiya jamg'armasi orqali tekshirib turish tavsiya etiladi. Agar ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga to'lanadigan ajratmalar miqdori sizga past tuyulsa, ish beruvchingizdan hisobotlarni talab qiling va tekshiring. Agar o'z-o'zini band qilgan shaxs bo'lsangiz, imkon qadar yuqori miqdorda ixtiyoriy to'lovlar qilish variantini ko'rib chiqing. Bu orqali siz ko'proq ball to'plab, kelajakda yanada yuqori pensiya olishingiz mumkin. Siz har oyda yoki har chorakda o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun belgilangan miqdordan ko'proq to'lov amalga oshirishingiz mumkin. Shunda sizning ballaringiz ham shunga mos ravishda oshib boradi. 3. Qo'shimcha pensiya jamg'armalarini shakllantirish haqida o'ylang.
Davlat pensiya tizimi faqatgina kafolatli minimal darajani ta'minlashi mumkin. Ayniqsa yangi tizim shaffofroq bo'lgani sari bu yanada yaqqol ko'rinadi. Agar siz kelajakda yuqori daromadli pensiya olishni istasangiz, faqat davlat tizimiga umid qilib qolmasligingiz kerak. Hozirdan shaxsiy jamg'armalarni shaxlantirish haqida o'ylang. Bu nodavlat pensiya jamg'armalari orqali bo'lishi mumkin. Banklardagi muddatli omonatlar, qimmatli qog'ozlar yoki boshqa investitsiya vositalari orqali amalga oshirilishi mumkin. Har oyda daromadingizning ma'lum bir qismini ushbu maqsadlar uchun ajratib borish kelajagingiz uchun mustahkam zamin yaratadi. Misol uchun, har oyda ma'lum bir miqdorni, aytaylik 500 ming so'm, erta yoshdan boshlab jamg'arib borsangiz, pensiya yoshiga yetganingizda sizda juda katta miqdordagi mablag' yig'iladi. Bu sizning pensiya davringizda turmush darajangizni sezilarli darajada oshirishga yordam beradi va sizni davlat pensiyasidan butunlay bog'liq qilib qo'ymaydi. Bu moliyaviy barqarorlik va mustaqillikni ta'minlaydi. 4 pensiya qonunchiligini kuzatib boring. Yangi qoidalar hali yakuniy tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin va ularga o'zgartirishlar kiritilishi ehtimoli bor. Shu sababli rasmiy manbalarni, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining veb-saytini Adliya vazirligining normativ huquqiy hujjatlar portalini muntazam ravishda kuzatib boring. Bu sizga eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lishga yordam beradi. Mening kanalimda ham bu borada yangiliklar bo'lsa, albatta xabar berib boraman va ularni sizga tushunarli tilda yetkazishga harakat qilaman. 5. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizda savollar tug'ilsa, o'zingizning aniq vaziyatingiz bo'yicha maslahat olish uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Ular sizga shaxsiy ma'lumotlaringiz asosida aniq hisob-kitoblar va maslahatlar berishlari mumkin. O'zingiz bilan shaxsiy guvohnomangizni, mehnat daftarchangizni agar mavjud bo'lsa, mehnat shartnomalaringiz nusxalarini olib borishni unutmang. Bu ularga sizning holatingizni to'liq o'rganishga yordam beradi. Shu bilan birga, hozirdan o'z shaxsiy hisobingizdagi pensiya jamg'armasiga to'lovlar tarix bo'yicha ko'chirma olishni ham so'rashingiz mumkin. Bu ko'chirmada har bir yil uchun qancha mablag' o'tkazilganligi aniq ko'rsatiladi. Bu esa sizga ballar tizimi joriy etilganida qancha ball to'plaganingizni taxmin qilish imkonini beradi. Bu hujjat kelajakda sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, yuqoridagilarni umumlashtiradigan bo'lsak, 2026 yilda pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Eski staj va ish haqi modelidan ballar tizimiga o'tish va minimal ish staji talabining oshirilishi sizning kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Bu o'zgarishlar sizning mehnat faoliyatingizga, ish haqingizning rasmiyligiga va pensiya jamg'armasiga o'tkaziladigan to'lovlaringizga yanada mas'uliyat bilan yondashishingizni talab qiladi. Hozirdan o'zingizni himoya qilish uchun chora-tadbirlar ko'rishni boshlang. Ish stajingizni tekshiring, daromadlaringiz rasmiyligiga e'tibor bering. Qo'shimcha jamg'armalar shakllantirish haqida o'ylang va pensiya qonunchiligidagi yangiliklarni muntazam kuzatib boring. Unutmang, sizning kelajakdagi farovonligingiz bugungi harakatlaringizga bog'liq. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki harakatga chorlovdir har bir kuningizni. Har bir mehnat yilingizni qadrlang va kelajagingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Ayniqsa yoshlarga va o'rta yoshli avlodga murojaat qilaman. Kelajagingizni hozirdan qurishingiz kerak. Har bir rasmiy ishga joylashgan kun, har bir pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan so'm sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun foydavor hisoblanadi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va ushbu mavzu bo'yicha mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning barchasini diqqat bilan o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun juda muhimdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.